Assalomu alaykum azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Ana bugun rasklad boshlaymiz. Sarlavhamiz. Avvalambor rahmat, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hurmat uchun, ta'rif, tahsin, tabriklar uchun kommentariyada yozganlaringizdan xursand bo'ldim. Hammalaringiz niyatlaringizga, rejalaringiz, planlaringiz tez kunda amalga oshsin. Bizani ham bu xizmatlarimiz, hissamiz qo'shilsin. Yaxshi hayotda o'rinlaringizni topib, orzularingizga yetinglar. Bugungi kunimiz ko'pchilik abituriyentlar savol bergan o'qishga kira olamizmi deb. Shuni yuzasidan 2026-yil abituriyentlari o'qishga kira olasizmi? Koinotdan xabar mavzusini tanladim. Bunda 3 ta variant olaman. Bu variantlarni ko'nglingizga yoqqanini, yaqin bo'lganini, bachkani tanlang va xabarni eshiting. Menga layk bosgan, meni obunachilarim, meni tinglab turganlarni energiyasini oldim. Qarshisidan chiqsa, energiyalarni oldim. Kim ko'rsa. Uchta variant, birinchi variantda 3 ta tortdim. Ikkinchi variant ko'rinyaptimi? Ikkinchi variant 3 ta. Uchinchi variantda 3 ta variant. Xohlaganingizni tanlang. Mana shularni mana ko'k ruchka qo'yaman hay. Adashmasliklaringiz uchun qizil ruchka, zajigalka. Qaysi birini xohlasangiz, ko'nglingiz tortsa bittasini tanlangda mani eshiting. Demak, ko'k ruchkadagi bachkani oldim. Birinchi variantdagilar sizlarga aytyapti kartalar. Tez qaror qabul qilish, shoshilib qilingan ish, kimdir yoki siz tomonidan qattiq gap-so'z, bahs, tortishuv yoki asabiy vaziyat deyapti. Sizda karta ko'rinyaptimi? Mana. Svetam yorug' qilyapti. Bu kartada shunaqa ma'no. Tez xabar kelishi mumkin. Sizda imtihon yoki qabul jarayoni shoshilinch vaziyatda bo'ladi. Hujjat topshirishdan tez harakat qilishingiz kerak. Raqobatchi bilan jonli kurash. Bo'lganmi, topshirib bo'lgan bo'lsangiz. Ikkinchi kartamizda aytyapti. Shoshilib qaror qilmaslik, asab bilan harakat qilmaslik. Kerak ekan. Rasmiy shunaqa mana sizda raqobatchi bor ekan. Sizda aytyapti yana. Onangizmi, kimdir sizni erkalayapti-da. Tabriklamoqchi, xursand holatda sizni o'qishga kirishingizni juda xohlaydi. Qanaydir qabristonlarni ham ziyorat qilib yuribsiz onangiz bilan. Birinchi variantga chiqdi bular. Umid katta. Qachon bolam o'qishga kiradi, tabriklayman deb turibdi onangiz. O'ziz diqqat qilyapsiz o'g'lingizni o'qishga kirishiga. Birinchi variantdagilar ko'psi o'g'il bolalarmi deyman. Shu sizlarda ogohlantirish maslahat beryapti. Shoshilib qaror qilmasligingiz kerak. Asab bilan harakat qilmaslikni eslatyapti. Asab bo'lyapsiz ana. Ko'p tushkunlikka tushyapsiz. Xato yo'l tanlab qolasiz, bunaqa holatda tursangiz.
raqobatchi bor ekan sizda. Sizdan yuqori ball oladimi endi shunaqa holat bo'ladi. Birinchi variantdagilar. Ikkinchi variantdagilar, ikkinchini tanlaganlar qizil ruchkadagilar. Mana oldim. Bunda karta aytyapti: rasmiy o'qish, institut, kollej imtihon qoidalari tizimi. Bu yerda haqqoniy dokument topshirganlar ko'p ekan. Ikkinchi variantni tanlaganlarning ichida imtihon qoidalari tizimini yaxshi bilar ekansiz. Qabul komissiyasi, o'qituvchi nazorati, rasmiy yo'l ochiq deyapti sizda. Mana bu kartada. Ikkinchi kartam yangi tuzcha izlov chiqibdi. Yangi imkoniyat. Tuzcha izlov mana. Yangi imkoniyat, yangi start, motivatsiya, o'qishga kirish uchun kuchli shans bo'ladi sizga. Yangi yo'l boshlanadi. Ikkinchi kartam shunaqa tushdi. Uchinchi tushdi. Uchinchisida mana bu chiqdi. Sabr, o'zini nazorat qilish, qo'rquvni yengish ma'nosi bu karta. Imtihonda bardosh va ishonch, ikki kuch bilan yutish, ichki kuch bilan deyay. Shunaqa karta chiqdi. To'rtinchi karta yana bitta to'rtay hay. Endi bunga aytyapti, abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkoni bor. Ikkinchi variantdagilarga rasmiy qabul yo'li ochiladi, yangi imkoniyat keladi, lekin sabr va kuchli ruhiy tayyorgarlik kerak deyapti. Shunaqa holat endi ikkinchi variantdagilarga. Uchinchi variantni olamiz. Birinchi karta mana bu chiqdi. 7 kubok ma'nosi ko'p tanlov, adashish, orzu va xayol ekan. Uchinchi variantni tanlaganlar har kim o'ziga qaratib olsin. Kimgadir birinchisi to'g'ri kelishi mumkin, 3ni tanlasa ham. Ko'p tanlov, adashish, uchinchi variantdagilar zajigarkan oldim. Orzu va xayol bilan turasiz. Qaror noto'g'ri tanlash xavfi bor sizda. Qaysi yo'lni tanlashni bilmaslik o'tiribdi ko'pchiliklaringiz. Ikkinchi kartamda aytyapti. Ikkinchi kartada mana buni aytyapti-da. Buni hozir ma'nosini tushuntiraman. Yangi karta oldim. Juda diqqat qilyapti. Kiradigan abituriyentlar tayyorlangan, ancha o'ziga ishonadi, lekin diqqat qilyapti nimagadir. O'qishga kiradi. Katta o'qishlarga kiradi, institutlarni, yuqori fakultetlarga topshiradi. Ko'pchiligi shuni plan qilib o'tiribdi. Mana Xudo deb o'qib diqqat ko'p ekan uchinchi variantdagilarga. Judayam ko'p o'qigan, tayyorlangan. Uchinchi variantdagilarga aytyapti, abituriyentlar uchun o'qishga imkoniyati juda yuqori. Grant, kontrakt asosida kiradi deyapti uchinchi variantdagilar. Kuchli o'qigan, katta fakultetlarni tanlagan, tayyorlangan deyapti. Yordam va qo'llab-quvvatlash ham bor ekan ularda. Ota-ona tarafdan ham, ustoz tarafdan ham. Lekin tanlovda adashmaslik kerak ekan. Asosiy ogohlantirish, orzuga aldanmasdan real yo'lni tanlash deyapti uchinchi variantdagilarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men kamroq chiqqan bo'lsa, ertada yana chiqaraman. Holi kartalarim yangi uncha bilmadim, lekin harakat qilib berdim. Inshaalloh mana shu 3ta variantdagilar ham kirsin. Hamma bu yil
orzusiga yetsin. Mehnat qilib, o'qib, tayyorlanib, intiq bo'lib yurgan ekan. Farzandlar omadini bersin. Ota-onalar baxtiga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ertagacha.